أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlarımız kitabımızdaki ikinci kısmıga el-ahkam eş-şer'iyye'lere geldik. Dersimizin kitabımızın birinci kısmında biz el-adille eş-şer'iyye to'g'riliq to'xtalib şer'i delillerini 10 turda bayan qilib kitobning birinci kısmını tugatdik. Endi biz bugungi dersimizde kitabımızın ikinci kısmı olan el-ahkam eş-şer'iyye'ninki birinci mebahas el-hakim ve ikinci mebahas el-hukm to'g'riliq so'zlaymiz. Abdur el-ahkam eş-şer'iyyeni to'rt cho'ng nuqtaga bo'lib so'zlamoqchi, ya'ni davotudu mabahisul ahkam fi ilmi usulul fiqh arba'a. Yani usulul fiqhdagi ahkamlarninki bahs qilish nuqtalari 4. Birisi hakim, yani hukmning sahibi. İkincisi hukm. Üçüncüsü mahkumun fi, yani hüküm çıkarılgan şirketini görüstüdü. Dördüncüsü mahkumun aley, yani hüküm onunla qartılgan şahsını görüstüdü. El-hakimnin keyinde huve men sadara anhul hukm, yani hükümün sahibi. Hüküm şundan sadır olgan. Hüküm degenimiz hakimden sadır olgan. Yani hakimninki mükellefninki bendilerinin şerketide iradesiga dalalat qiladigan şerketini ko'rsatdi. Mahkumun fih deganimiz hukm shunga munosabatlik bo'lgan mükellefning şerketini ko'rsatdi. Mahkumun alay deganimiz hukm shuning şerketiga munosabatlik bo'lgan mükellefning o'zini ko'rsatdi. Albatta bizning shu kitobimizning ikkinchi qismini so'zlaydigan mazmunlar asosan hukmning tarmoqlari, turlari, hukmning dalillari, andan mahkumun fih bo'lgan ish harakatga qo'yilgan talab shartlar, andaki mahkumun alay, ya'ni shu hukm qartilgan shaxsga qo'yilgan talablar, uningdagi salohiyat masalalari qatorliq haqida to'xtalamiz. Birinchi mazmun al-hakim to'g'risida. Endi darsimizning bugungi al-hakim degan nuqtasi asli aqida bobiga munosabatlik. Aqida bobida keng so'zlanadigan masala, ammo biz bugun hukm to'g'riliq so'zlayotgan bo'lg'achqa hükümün sahibi olan Allah hakkında şu hükümge münasebetlik tarafida so'zlaymiz. Ammo mening qarashimda asli şu hakim hakkında bugungi darsdagi bahsi usul fiqhga nisbatan ya kengroq bo'lishi kerak yoki bo'lmasa amaliy ahkamga munosabatlik tarafi so'zlansa bo'ladi. Undan boshqa masalan munosabatsiz tarafi o'z tarafida so'zlansa bo'ladi. Endi hozirgi al-hakim degan matimida hakim kim? Hakimning hukmi nima orqali bilinadi degan haqida bahs qilamiz. Abturning tushuntirishini anglab o'tamiz. La khilafa bayna ulama'il muslimin fi anna masdar al-ahkam ash-shar'iyya li jami' af'al al-mukallafin huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Müslüman ulamalarning o'rtasida shuningda ixtilof yo'qki, bandalarning ish harakatlarining hammasining shar'iy hukmlarining manbasi dal Allah. Mayli Allah o'zining bandaning ish harakati haqidagi hukmini Allah o'zining rasuliga vahiy qilgan narsalardan bevosita chiqarsin. Ya'ni biz oldingi darsda deb o'tgan 10 dona dalilninki birinchi, ikkinchisi, ya'ni Qur'on va hadis orqali ifodalansin. Yoki mujtahidlar Allah'ның bandalarning har ish harakatidagi hukmiga ahkomlarini yakunlash uchun yo'l qo'yib bergan dalil belgilar orqali alomatlarning vasitasidan yetib bora olsin. Ya'ni qolgan 10 dalilning ichida qolgan masalan qiyos deymiz va boshqa keynidagi bevosita bo'lmagan ammo vasitlik shaklda vahiga munosabatli tutishadigan qolgan dalillarga tayansin. Demak, xulosalab olsak, mayli hukmlar Qur'on hadisdan chiqqan bo'lsin yoki Qur'on hadisdan boshqa qiyos, ijmo, istishab, istihson, masalih mursala degandek ma'noqlar bo'lingan bo'lsin, hammasininki manbasi yana kim hisoblanadi? Alloh hisoblanadi. Bu haqda normal aqidasi sog'lom musulmonning nimasi yo'q, ixtilofati yo'q. Shunlashqa ulamolarning bunu so'zi hukm shar'iy ta'rif qilishda mundaq deb ta'rif qilishda ittifoq kelganki, hukm shar'iy degan nima desa, hukm shar'iy deganimiz Allohninki bandalarning ish harakatiga munosabatlik Allohning xitobi, mayli Alloh bir ishni talab qilib yoki ixtiyor qo'yib yoki ma'lum ishni ma'lum ishqa, ma'lum hukmni ma'lum hukmga shart yoki sabab yoki ma'ni qilib belgilagan shaklda bo'lsin. Talaban degani talab qilib,
Mayli o keskin talab qilsin yoki ixtiyoriy talab, keskin bo'lmagan talab qilsin yoki qilishni talab qilsin yo tashlashni talab qilsin. Taxyiran degani mubah shaklni ko'rsatadi. Vaz'an degani ma'lum bir hukmni ma'lum bir hukmga shart qilib belgilash yoki ma'lum hukmni ma'lum hukmga ma'ni qilib belgilash yoki ma'lum hukmni ma'lum hukmga sabab qilib belgilash nuqtasidan bo'lsin. Allah o'zining Qur'oni Karimdan iborat kitobida bandalarningki ishiga munosabatlik har qanday xitob qilgan bo'lsa, mana bu xitobni shar'iy hukm deb ta'rif. Amaliyotda shar'iy hukmning tahtiga qiyos orqali chiqariladigan hukmlar, maslahat mursal orqali chiqariladigan hukmlar, ondan dalillanchidan kitob sunnatdan boshqa dalillar bilan chiqariladigan hukmlarning hammasi hukmning ostiga kiradi. Lekin shundoq turib Xitobulloh deyishning sababi boshqa dalillar bilan chiqarilgan taqdirdimi, uning ayni so'z qilib olsak, tigi asl manbasi Alloh xususida. Ndog'anda Allohning xitobidan chiqadigan hukm vasitalik, vasitasiz deb ikkiga ayrildi. Mayli vasitalik olsun, vasitasiz olsun, har ikkilisi ya'ni kimga bog'lanadi berib, Allohga bog'lanadi. Usulillahning munu gibi meşrulaqlıq la hukma illa lillah deb. Mana bunun bu Allah subhanahu va taolaning tuanlik so'zining tasdiqi inal hukmu illa lillah yaqussul haqqa va huwa khayrul fasilin degan ma oyatninki mazmuni shu. Endi misha kelgan vaqtida biz bu haqda misha gapimizni to'xtatsak bo'ladi. Hukm hammasi Allohninki. Mayli biz o hukmni maslahat mursaladan chiqirayli, arifdan chiqirayli va yoki boshqa mayli Qur'on hadis qanday yerdan chiqsin, hukmning asli sohibi kim hisoblanadi? Allohga hisoblanadi. Mayli chiqargan hukmimiz Allohga bevosita munosabatlik bo'lsin yoki vositalik shaklda munosabatlik bo'lsin, qanday bo'lsin, hukm kimga xos? Allohga xos. Ma'noda masala yo'q. Ammo ixtilof nima desanglar, musulmon ulamolar shuningda ixtiloflashdiki, Allohning mukallaflarning ish harakatidagi ahkomlarini aql o'zi bevosita Allohning rasullari va kitoblarini vosita qilmasdan bilalamdi. Ya'ni rasulning da'vati yetmagan kishi Allohning hukmini o'zining ish harakatidagi hukmini aql bilan bilalamdi. Yoki aqlninki Allohning mukallaflarning harakatidagi hukmini bilishga mumkin bo'lmamdi. Rasululloh va kutubuhuninki vositasiz, ya'ni Allohning payg'ambarlari va kitoblarining vositasiz aql bilanmamdi. Mush nuqtada ixtilof. Kallam ina qo'yib kelsin. Hokimning Alloh haqidagi ixtilof yo'q. La xilafa fi anna al-hakim huwa Allah. Hokim Alloh degan haqida ixtilof yo'q. Bütün ahkamlarning asli manbasi Alloh ekanligida ixtilof yo'q. Lekin ixtilof Allohning hukmini aql orqali bilgili bo'lamdi, aql orqali bilgili bo'lmamdi degandagi ixtilof. Amaliyotda bizning amaliy usul o'rganishimizga nisbatan Qur'on hadisdan hukm elishimizga nisbatan faqat amaliy ta'sir bo'lgan bir ixtilof. Bu ixtilofning asosli chiqish manbasi mushu diniy da'vat yetgan va yetmagan odamlar haqida da'vatolashdan chiqqan ahvol. Diniy da'vat yetmagan odamlar o'zining aqli bilan o'zi qilayotgan ish harakatni yaxshi, yomon deb o'lchab, shu bo'yicha amal qilib oxirga chiqsa, Alloh uning ajrini beradi, bermaydi. Yoki ular da'vat yetmagan bo'g'achqa suralmamdi. Yoki surlamdi. Uning aqli shu shayktining hukmini bilishga mukallafmi, mukallaf emasmi? Da'vat yetmagan taqdirdami? Aql orqali bilish mumkin bo'lsa, ular qiyomat kuni so'riladi. Aql orqali bilish mumkin bo'lmasa, qiyomat kuni so'ralmaydi degan haqida turib chiqib qolgan gaplar. Endi aniqroq degan vaqtimizda Abdur ilmiylik nuqtasidan, masalan, bu haqdagi uch ko'z qarashni akab qo'yaylik. Amaliyotda biz o'quvchilarningki, ya'ni usul o'qiydigan biz o'quvchilarningki yoki musulmon bahschilarga nisbatan faqat va faqat nimasi yo'q, amaliy ta'siri yo'q bir qarashlarning birisi. Ma'tadalash amaliy ta'siri yo'q, ya'ni amaliy foydasi yo'q desak bo'ladi endi aniqlar. Chunki bizning bütün bahslarimiz, mayli usulul fiqh va boshqa jihatdagi bütün bahslarimiz musulmonlarga qaratilgan, musulmonlarning ichida berilgan bahslarga chiqqa da'vat yetmagan odamlar haqida munosabatlik masala yo'q bu yerda. Lekin shunda olsinmi, ilmiylikning yuzini qilib, biz kitobdagi shu yuqorida o'tirib qo'ygan Allohning hukmini aql bilalamdi degan haqidagi da'vatlarni xulosalab o'timiz, qolgan o'quvchimiz o'zi tafsil ko'rib olsa bo'ladi. Shunda o'tdi Abdur
Müslüman ulamalarning bu ixtilof haqidagi 3 ko'z qarashini bayon qilib, bu haqda 3 xil ko'z qarash bor. Birisi Ash'arilarning ko'z qarashi, yana birisi Mu'tazililarning ko'z qarashi, yana birisi Maturidiylarning ko'z qarashi. Men buni xuloslayman, tafsiliy demayman. Ash'arilar deydi-ki, aql qat'iy hukmni bilish nimasi yo'q, yo'li yo'q. Aql hukmni biz bo'lmaydi, bilinmaydi. Har qanday hukm Allah'ның Rasuli bizga qoldirib ketgan dalillar va shuningdan chiqadigan boshqa qo'shimcha dalillardan bilinadi. Aqlning nimasi yo'q? Buning hech qanday bir munosabati yo'q. Unda Muhammad ibn'ning umumiy ko'z qarashining xulosasini kelsak, banda o'zining aqli bilan shariatdagi bir hukmni bayqab tepib amal qilishga mukallaf emas. Madam bir bandaga da'vat yetmasa, o aqlni o'zining aqlini ish qilib, mushu shariatning umumiy qoida ahkomlarini bilishi kerak edi degan gapni qilmaymiz biz deydi. Buning dalili va ma kunna muazzibin hatta nab'atha rasula deb ma oyatini dalil qiladi. Bu bir ko'z qarash. Endi bu jihatdagi Mu'tazilaning ko'z qarashiga kelsak, Mu'tazilaning ko'z qarashi aql deydi-ki bularni albatta Qur'on, hadislardan dalil chiqqayadi, albatta ashtavoladi, lekin yo'q yerda. Ondan Qur'on, hadisdan dalil yo'q va shunga munosabatli qo'shimcha dalillardan dalil yo'q. Yerda aql hukmning, harakatning yaxshi yomonlik andizasi bo'la oladi. Aqlga tayinib turib, harakatni yaxshi, yomon deb qaror chiqarib, belgilab, shu bo'yicha amal qilsa, shu bo'yicha to'g'ri amal qilsa Allohning ajri beradi deydi. Yani bularning gipi mesela dastlab tariqi biroz to'g'rida qilgan bilan, lekin buningda eshib hatto aqlni shar'iy dalillarning ustuna qo'ydigan ahvollar bor. Shunga Mu'tazilalarning eng ezib ketgan zil nuqsi buni shu. Mazhabning ko'z qarashi ma'u. Bularning nazarida bir bandiga da'vat yetmagan taqdirdami, u banda o'zining aqli orqali o'zi qilishga tegishli ishlarni bayqab chiqish kerak, yaxshi ishlarni ayirish kerak, yomon ishlarni ayirish kerak, yaxshi ishlarni qilib, yomon ishlardan nari turish kerak. Shunda qilganda xuddi Qur'on, hadisda kelgan ahkomlarga amal qilsa ajr berilgandek ajr beriladi deb qaraydi bular. Unda bularning nazarida da'vat etmagan odamni o'xshash mukallaf degan gap. Endi Maturidiylarning mazhabi A mazhab bilan Ma mazhabni o'tirdigan Mu'tazil mazhab. A mazhabning ko'z qarashining ma'lum qismini oladi, ma'lum qismini rad qiladi. Ma mazhabning ko'z qarashining ma'lum qismini oladi, ma'lum qismini rad qiladi. Ana o'zi qaysi tarafini olib, qaysi tarafini rad qiladi desa, buni xulosalasak, bular deydi-ki, albatta mukallafning qilgan ishlarininki bir ta'siri bo'ladi ishlangandan keyin, yaxshi yomon uqululdigan bir alomatlari, belgilari bo'ladi. Odatda siz bizim o'lchaymiz, kallimiz va aqlimiz va Alloh aql bergandan bir ishning yaxshi yomonligini belgili bo'ladi. Lekin madam Allohning rasulining dalili bilan bo'ladi ekan. Qur'on va hadislar bo'ladi ekan. Çoğum iş hareketlerinin hükmüne, Allah'ın hükmü Kur'an, hadis arkalık bilinudu. Kur'an, hadis arkalık bilinudu. Mabruk göz karışı. Macahette bula eş'ariyle okşaş. Ama Mu'tazila'nın okşaş boğan tarafı iş hareketininki yaxshi yomonligini aql orqali belgilab bo'ladi. Majahatda Mu'tazila'ga o'xshash. Ajahatda Ash'arilarga o'xshash, majahatda Mu'tazila'ga o'xshash. Qaytadan kelaydi. Biz bayatdan Ash'arilarning qarashi xolis aqlga qilchilik urinmaydi. Ishni yaxshi yomon deyish uchun cho'qqim oyat, hadis va shunga ergashgan boshqa dalillar bilan qil degan ish qilsa yaxshi, qilma deyish olsa eski deydi. Nachar deydi. Hüküm çoğum ayet edildi, şununla ergashgan shar'iy dalillar bilan bo'lish kerak deydi Ash'arilar. Mu'tazila aqlning to'liq o'rni va aql orqali ishni yaxshi yomonini qanday qilib bo'ladi, belgili bo'ladi va buni amal qilsa bo'ladi deydi. Endi Maturidiylar o'tirdan chiqib, to'g'ri, shirkat deganning ma'lum bir ta'siri bo'ladi. Ishning yaxshi yomonligini odamda aql orqali o'ylab belgili bo'ladi. Ma nuqtadan aqlninki ish harakatining yaxshi yomonligini bilish nimasi va ixtiyori va lekin aql ishning yaxshi yomonligini bilaligan bilan shu ishni qilish, qilmaslik
aqlga mos kelish, mos kelmaslik munosabatsiz. Mo'tazilning bir eg'ir ozg'ishqa sabab bo'lgan gapi, mo'tazillar ishning yaxshi yomonligini aql orqali biladi deb bo'lib, mushu ahkamlardan chiqarilgan hukmlar aqlga mos kelsa qabul qilinadi, bo'lmay qolsa ta'vil qilinadi, yoki rad qilinadi deb ma'bir taraflar oyatga qarshilik qiladi. Onda bular mo'tazillar o'xshash fikri aqlninki yaxshi yomonlikning andizasi bo'lishi. Ammo mo'tazilga qarshilik tarafi mo'tazillar Allah'ın Resulü'nün, mesela Kur'an hadisinden çıkarılan ahkamlar aqlga zid kelib qolsa, uni boshqacha tushunish kerak degan ko'z qarashga qarshilik qilib, yo'qsa oyat hadisdan chiqarilgan hukmlar aqlga mos kelsin yoki aqlga mos kelmasin ijro qilinir. Unda olganda mo'tazilga qo'shilgan tarafi aqlga o'rin beradi, qo'shilmaydigan tarafi aqlni andiza qilib oyat hadisning hukmini elish uchun aqlga qarshilik qilib qo'ymaydi. Bu jihatda mo'tazildan qo'shilgan, qo'shilmaydigan tarafi ma'lum. Endi Ash'arining fikriga kelsak, Maturidiylar Ash'arilar xolis hukm Allohning rusullari va kutublari orqali bilinadi degan majati bo'lib shunday deydi. To'g'ri, hukm Allohning rasulininki, Allohning rasulininki oyat hadisdagi hukmlar orqali bilinadi deydi. Majat Ash'arilar to'g'ri, lekin Ash'arilar qarshilik qildigan yeri ish harakatlarning yaxshi yomonligi shar'iy aqliy emas degan ma'noda bular Ash'arilar o'xshash fikrda emas. Ash'arilar bir ishni yaxshi yomon deyish o'sha shar'iy dalil qil desa yaxshi, qilmasa yomon deydi. Mavla aql orqali uni yaxshi yomon deb qanday qilib bo'ladi, bilgil bo'ladi deb mush yuqori 3 xil talada talash va yuqoridagi degan mazmunlarimiz hammasi 3 xilda talashning xulosasi, yuqoridagi talashning bizga amaliy nisbatan ta'siri yo'q. Illoki buning ta'siri da'vat etmaganlarga nisbatan, lekin bizning kitobimiz, o'qiyotgan bu penimiz, bizning bahs qilayotgan bahsimiz kim haqida da'vat yetmagan kishilar haqida emas, albatta. Shunga bizga nisbatan alohida bir nimasi yo'q, ta'sir olmag'achqa biz bu yerdan shunchalik tushunchalar o'tib ketamiz. Endi o'zimizning asosiy maqsadga kelsak, biz bugungi al-ahkam ash-shar'iyya degan darsimizni cho'ng jihatdan al-ahkam ash-shar'iyya degan darsimizni cho'ng jihatdan 4 mazmunga bo'lgan. Birisi hakim, al-hakim, yana birisi al-hukm, yana birisi al-mahkum fi, yana birisi al-mahkum alay. Biz yuqorida al-hakim degan bobda shu kitobda tilga olingan mazmunlarni xulosalab keldik. Qolgan hokimga munosabatlik, ya'ni Allohga munosabatlik aqidaviy mazmunlar o'z o'rnida tafsiriy so'zlansa bo'ladi, ma'uning o'rni emas. Undan keyin biz o'zimizning asosiy masalasi bo'lgan hukmga kelamiz. Endi hukmni darsni boshlashdan ilgari ismlarni qilib qilish uchun hukmni oldi bilan biz cho'ng jihatdan ikkiga bo'lib olamiz. Birisi al-hukmut taklifi, ya'ni birisi al-hukmul wad'i. Endi buni uyg'urcha ifodalash to'g'ri kelib qolsa, hukmut taklifi deganni yuklimi hukm, odamning ustiga vazifa yuklaydigan, uni qil, buni qilma deydigan hukm deb tushunsak bo'ladi. Buni kasbiy uyg'ur tilida atalg'usi shakllanmagan. Lekin boshqa shakllantirsak bo'ladi. Yoki buni yaxshiroq atalg'u bo'lib qolsa, shuni qo'llansak bo'ladi. Hukmul wad'i degani belgilimli hukm, belgilama hukm. Masalan, hukm taklifi deganimiz endi usuliylar bilan fuqahoning o'tiridagi atalg'uning o'xshamasligiga qarab turib, ijob, vojib, mandub, tahrim, muharram, kiraha, makruh, al-ibaha, al-mubah degan shakllar bilan 5 turga ayrildi. Jumhurlarning ko'z qarashida Hanafiylarga 7 ga ayrildi. Buni o'zini so'zlaymiz inshaalloh. Ma hukm taklifi, ya'ni vojib, mandub, ya'ni mandub degan vojibdan tuvan, ham mubahdan yuqori ishlar, hammasini mustahab deb qo'yamiz biz, lekin sunnatlarni shuncha kiradi. Undan keyin tahrim, ya'ni harom, undan keyin kiraha, makruh, undan keyin nima ibaha, ya'ni mubah, Mavlaning hammasi hukm taklifi. Masalan, vojib qil, mandub qiling, ya qilsangiz yaxshi. Tahrim qilma, kiraha qilmasangiz yaxshi, qilsangiz bak yaxshi emas degandek. Ibaha degani qilsang, qilmasang ixtiyoring. Demak, Mavlaning hammasida mayli bizga bir ishni qil desin yoki qilma desin, bu bizga nisbatan bir vazifa yoki bir hukmni qanday qilyotdi, yuklayotdi, bir taklifatni yuklayotdi. Hukmul wad'i deganimiz hukmlar bilan hukmlarningki sabab munosabatni belgilaydi. Ma hukm ma'niki sababi yoki hukmlarga shart bo'ladigan tarafini, ma hukmning sharti ma'vo yoki hukmlarga ma'ni bo'ladigan ma'vo bilib qolsa ma ijro bo'lmaydi. Yoki hukmlarningki azima holatini saqlaydigan, ya'ni asli hukm holatini saqlaydigan yoki ruxsat holatiga o'tadigan ahkomlari. Ondan keyin amallarningki hukmlarningki sahih, masalan shartlari, ma'nilari yo'qolib, shartlari tepilib, sabablari hozirlanib
öz erkanları bilan ayaqlasa bu ahkam, bu hukm sahih hukm bo'ladi. Agar uning shartlari yo'qolib qolsa yoki sabablar topilmay qolsa yoki ma'no topilib qolsa bu hukm batil deb hukmning sahih batiliga munosabatli hukmlarni biz hukmul nima wad'i deb. Endi ba'zi ulamolar buning ichidagi azima va ruxsa, as-sihha val butlan degan qismni hukm taklifini qatoriga tiqidi. Ba'zilar hukm wad'ini qatoriga tiqidi. Al-aham muhim masala mushun nima ekanligini bilib olsak bo'ldi. Mayli u hukm wad'ini qatoriga bilansin, ma'lum e'tiborlar bilan, yoki hukm taklifini qatoriga bilansin, ma'lum e'tiborlar bilan. Undaganda men ma'no hozir sal burun deb qo'ydim sizlarga. Hukm cho'ng jihatdan avval nechaga bo'linadi? Ikkiga. Birisi hukm taklifi, yani birisi hukm nima wad'i. Hukm taklifi 5ga bo'linadi: ijob, nadb, tahrim, karaha, ibaha. Hukm wad'i 5ga bo'linadi: sabab, shart, ma'ni, ar-ruxsa val azim, as-sihha val butlan deb 5ga bo'linadi. Ma'ni kalimamiz tuğandan keyin biz o'zimizning darsiga kelaylik. Avval hukm degan masalaga kelaylik. Hukm lug'at jihati nima degan gap desa, lug'at jihati qado. Odat Uyg'urcha ishlatdimizgo, ma'arimizda hukm chiqarib qo'ying. Masalan, sotdan menda hukm chiqdi. Masalan, qado degan gap, hukm chiqarish degan ma'noda. Ibn Asir hukm deganning lug'at ma'nolarini bizga aytib, hukm deganimiz ilm degan ma'nosida, ma'lum bir ishni mandaqkanda bilib, buni kesib bilish degan ma'noda, fiqh tushunish degan ma'noda, al-qado hukm chiqarish degan ma'noda, al-adl adolatli qilish degan ma'noda degan mazmunlarni Ibn Asir o'tirib. Undan boshqa hukmning yana bir lug'at ma'nosi cheklash ma'nosi bor, man'a ma'nosi bor. Masalan, chunki biz hukmlar bizni ani qil, ma'ni qilma, ma'ni qilsang bo'ladi, ma'ni qilmasang bo'ladi deb cheklaydi emasmi? Shuni o'qitdim hamda. Masalan, otning ig'il soladigan yuganni odatda hakama deb qo'yamiz. Hakama otni yoki hayvonni u yoq bu yoqqa qanaq turadigan, cheklab turadigan hakama bo'ladi. Odatda kontrol qilish degan ma'nosi bor buningki. Tahakkum deb qo'yamiz. Masalan, kompyuterlar lavhat tahakkum deb chiqadi, kontrol taxtasi degandekchi, shu birinchi kontrol qilish, cheklash, belgilash, tuzish, sizish, hukm chiqarish degandek ma'nosi va lug'at jihatda. Endi istiloh jihatda fuqaholar bilan, faqihlar bilan usulillarninki hukmiga bergan ta'bir o'xshamaydi. Endi biz hozir usul o'qiyotgan bo'lg'achqa usulillarning asos qilamiz. Lekin shunda bo'lsa-mu, fuqahoning nazaridagi hukmni billa qanday qilamiz deb ma'amiz. Andaganda usulillarning istilohidagi shar'iy hukm degan nima desa, usulillar bunda qaraydi. Hukm deganimiz shari'ninki. Shari' degan Allohning ko'rsatdi. Birinchi manbada. Agar shu manbada payg'ambar alayhisolamning ko'rsatdi. Shari'ninki mukallaflarninki, mukallaf degani bandlarni ko'rsatdi. Ya'ni taklifat yashiga yetgan, taklifat salohiyati to'shqan bandlarninki ish harakatiga munosabatlik mayli bir ishni talab qilib. Astiga talab qilibning astiga qalam bo'lib qolsa, talabul fi'l aw adamul fi'l. Qilishni yoki qilmaslikni. Ondan keyin shu qilishning ostiga keskin emas. Qilmaslikning ostiga mu keskin emas. Anogan birinchisi shar'iy hukm degan usuliylarning nazarida shari'ninki mukallaflarning harakatiga munosabatlik talab qilib yoki ixtiyor qo'yib yoki ma'lum ishni belgilab qana qilgan kelgan xitobi nima bo'ladi? Hukm bo'ladi. Mishadlam biz bir nuqtalarni bayatni sizlarga hukm taklifini 5 ga bilib turishimning sababi bor. Mishadlam chiqadi. Talab qilibning aslida nimani talab qiladi? Qilishni yoki qilmaslikni. Ikkiga bilandimi? Qilishni talab qilgani keskin yoki keskinsiz bo'ladi. Qilmaslikni talab qilganimi keskin yoki keskinsizlik bo'ladi. Andaganda qilishni keskin talab qilgani ijob, keskin bo'lmagan shaklda talab qilgani nima bo'ladi? Mandub. Tashlashni qilmaslikni hisobda keskin talab qilgani harom, keskinsiz talab qilgani nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Andigan taxiran degani ixtiyor qilib degani qilsang, qilmasang o'zingning ishi degan shaklda talab qilgani mubah bo'ladi. Yoki wad'an degani bu hukm o'sha xitob bir hukmni bir hukmga ya sabab qilib belgilab, wad'an degan belgilash degan ma'noda, ya shart qilib belgilash, ma'noning sharti, mushomuz ov bo'lmaydi. Ya ma'ni qilibki, ashu hukmning bo'lishi ma'no bo'lmasligi kerak. Manda shaklda kelgan xitob nima bo'ladi? Hukm bo'ladi. Undaganda hukm bandalardan bir ishni talab qilib, ya ixtiyor qo'yib, ya bandalarning ishidagi ba'zi ishlarga sabab, shart, ma'ni qilib belgilab kelgan xitobi hukm bo'ladi. Bu ta'rifatning o'zida biz hukmni ikkiga bo'lib oldik. Hukm taklifi va hukm nima wad'i. Aktör misal keltirib davotida, masalan Alloh subhanahu va taolaninki awfu bil uqud degan so'zga kelsak, mana sharatdan kelgan bir xitob. Kelishim to'xtamlarga
vapa qilinglar desa, kelishim to'xtam kimning ishi? Bandalarning ishi. Maqtab ham avfu degan Allohning xitobi. Bu kelishimlarga vapa qilishga munosabatlik. Qaysi shaklda? Talaban shaklda. Talab qildi bizdan, nimani talab qildi? Vapa qilishni talab qildi. Vapa qilishni, mana bu ishni qilishni. Buni andog'anda avfu bil uqud degan mush xitobning o'zi usulillohning nazarida nima hukm? Yana bir misol, la yaskhar qawmun min qawmin. Bir kishilar, ma'lum kishilarni masxira qilmasin dedi. Ma bir xitob. Masxira qilish bandalarning harakati. Mush harakatni qilmaslikni talab qildi. Talaban nimani talab qildi? Qilmaslikni. Andog'anda la yaskhar qawmun min qawmin sharatdan kelgan bir xitob bo'lib, suxriyaga munosabatlik masxiraga nimani talab qildi desa, uni suxriyani tashlashni talab qildi masalan. Bu bir misol. Yana bir misol. Fa in khiftum alla yuqima hududalloh fala junaha alayhima fima badadat bihi. Agar ayol o'tirini qamlashtirib Allohning had hududi bo'yicha o'y tutishdan ansir sanladigini normal o'y tutish ehtimoli yo'qolgan vaqtida u kişi masalan kelishmagandan keyin ayol kishidan pedi olsa gunoh yo'q dedi. Olsangmi ixtiyor, olmasangmi ixtiyor. Demak, meyada bizdan birishni ixtiyor qo'ydi. Ani qilamsa, mani qilamsa ixtiyoring dedi-da. Endi ma'u shahar tarafdan kelgan bir xitob bo'lib, erninki ayolidan uni taloq qilish badilliga, taloq qilish qarshiligida bir badaldan birini elishga munosabatli xitobi tahyiranki ixtiyor qo'yib, oldimidi, ammo demidi, ixtiyor dedi masalan. Payg'ambar alayhisolamning la yarisul qatil miras ammaydi degani miras elishning sharti qatlanmaslik deb miras elishqa yoki miras ololmaslikqa qatlini shart qilib turib yoki miras amma ololmaslikning sababi qatli amdi udvonan qatli deb turib qana qildi. Ma hukmni belgiladi bizga. Yoki bo'lmasa mirosdan qatli cheklaydi deb buni ma'ni shaklda hukmni belgilab kelgan xitob bo'ldi. Bu xitobni biz nima deymiz? Hukm deymiz. Yuqorida kelgan misollarning hammasi yuqoridagi misollar. Buni ma'vu shariat tarafdan kelgan bir xitob bo'lib, qatliga munosabatlik, qatlini deydi, qatlini mirosdan chekliguchi qilib belgilab. Mana qatli mirosdan cheklaydi degan ma'noni olib kelgan xitob bo'ldi. Bu xitobning bo'ldi hisobdan olsa usulillohning nazarida hukm bo'ldi. Unda xulosalab to'qma hukmning ta'rifatini xulosalasak, shariatdan sodir bo'lgan nasning o'zi avfu bil uqud shunas. La yaskhar qawmun min qawmin shunas shu. Fa in khiftum alla yuqima hududalloh nasning o'zi shu. La yarisul qatil nasning o'zi shu. Mush nasning o'zi, ya'ni ma'lum ishni talab qilib yoki ma'lum ishni ixtiyor qo'yish yoki ma'lum bir ishni belgilashga dalolat qilgan mush narsaning o'zi usulillahninki istilohidagi shar'iy hukm deganimiz shu. Odatda bu alaqa sotxindagi sotchilarning ig'izdan chiqqan gapki nima? Palani pukuniga manchpul tulaydi deb ig'izdan tulaydi desa, sotchining ig'izdan chiqqani biz hukm deymiz emasmi? Mana bu usulillahning nazaridagi hukm. Shunda aytadi, ma'vu ha navbatdagi sotchilarning istilohiga to'g'ri keladi. Ma sotchilar odatda hukm degan gapdan qozidan chiqqan nasning ashi o'zini iroda qildi emasmi? Og'izdan chiqqanni. Shomashqular hukmning mantiqi ma'vud deydi ularki, qadiya hukmni so'zlash uchun kechiktirildi deb manda. Demak, bu yerdagi uqtamoq to'g'rimiz nima bo'lsa, usulilning nazarida mazmun emas, nasning o'zi hukm. Nasning o'zi hukm bo'ladi. Ma'vu usulilning nazaridagi hukm. Ammo fuqaholarning istilohidagi shar'iy hukmga kelsak, bu shariatning shu ish harakat haqidagi xitob taqozo qilgan ta'sir. Oyatning avfu bil uqud xitob. Mushning ta'siri. Va'daga vafo qilinglar deganning ta'siri, va'daga vafo qilish vojib. La yaskhar qawmun min qawmun deganning ta'siri, masxara qilish harom. Fala junaha alayhima degani pedi basa, birisidan pedi olsa bo'ladi. Ana ta'siri, anadan chiqqan bir ta'sir hukm deydi. Avla xitobning o'zini hukm desa, fuqaholar xitobdan chiqqan ta'sir natija hukm deydi masalan. Masalan, vujubluq, hurmatlik, iboha, masalan bayatdan avfu bil uqud degan mushning o'zini usulillah nima deydi? Hukm deydi. Ammo buningdan chiqqan va'daga vafo qilish vojib degan ta'sirini fuqaholar nima deydi? Hukm deydi. Ya'ni masalan Abdur akaga misolda
Allah subhanahu va taolaninki avfu bil uqud degan so'zi va'daga vafo qilishning vojibligini taqozo qildi. Unda avfu bil uqud degan nasning o'zi usuliylarning islohidagi hukm. Ammo va'daga vafo qilish degani fuqahoning islohidagi hukm. Unda mishin ayrıveringlar qilib, usuliylar nasning o'zini hukm deydi ekan. Fuqaholar nasdan chiqqan mazmunni deydi ekan, ya'ni ta'sirini, nasdan chiqqan ta'sirini hukm deydi ekanda. Masalan, yana bir misol, "Wala taqrabuz zina" desa, usuliylarning istilohida "Wala taqrabuz zina" degan gapning o'zi hukm. Ammo zinoga yiqilishning haromligi fuqahoning istilohidagi nima hukm. Ikkisining bunda farqi bor jihatda. Anmiyadinliqi biz hukmni tunishtirgan vaqtimizda hukm degan nima? Ta'rifatga qarasanglar, boshqa ta'rifatga hukm degan shari'ning xitobi degan yerga kelib, men bayatni tushundirgan vaqtda shari' deganni shariatning sohibi, ya'ni Allohga yoki Allohning Rasul bo'lgan Muhammad alayhisolamga qaratdim. Anbiyadan o'ylab ba'zi o'quvchilarimiz kallasida, "Andosi hukm degan shu Qur'on bilan hadisdan chiqadi ekan, qog'oydan chiqmaydi ekan" deb o'ylab qolmanglar. Mush gap bir xato vahmi. Hozir deb qo'ymoqchi, shu abturmushni deb qo'ymoqchi. Shari'ning xitobi yo mubashiratan xitob bo'ladi, Qur'on bilan hadis shu, yoki g'ayri mubashiratan xitob bo'ladi, qiyos, ijmo va boshqa on dalilning hammasi shu bo'ladi. Shu abturda o'tadi. Bir amiyat bir vahmi qilib qolguchi, xato o'ylab qolmasin. Usuliylarning islohidagi shar'iy ta'rifatdan mundaq deb o'ylab qolmasinki, shari'ningki bandlarning sharikdagi munosabatlik xitobi degan gap degandan maqsad nasga xos bo'lgan shar'iy hukm yoki shar'iy hukm nasga xos degan gap bilan vahmi qilib qolmasin. Chunki li'annaha hiyal xitob min ash-shari. Chunki u yuqoridagi ta'rifatdagi hukm shari'dan bo'lgan xitob. Boshqa dalillarni o'ziga olmaydi. İcma, qiyos va boshqalardan. Chunki boshqa shar'iy dalillar taqiqlagan vaqtida nasdan boshqa shar'iy dalillar naqaydi nasga qoididi. Unda o'ganda xulos kalam boshqa shar'iy dalillar mu haqiqat yoki hukm degan haqiqatda shariatdan bo'lgan xitob, lekin emas, bevosita emas. Unda o'ganda har qanday shar'iy dalil bo'lib, bandalarning ish harakatlaridan bir ish harakatga munosabatlik bo'lsa, bir ishni talab qilib yoki ixtiyor qo'yib yoki bir ishni boshqa belgilab bu shar'iy hukm bo'laverdi. Usuliylarning istilohida mayli o xitob bevosita shariatdan chiqqan, mubasharatan chiqqan bo'lsin, Qur'on bilan hadisga o'xshash yoki g'ayri mubasharatan chiqqan bo'lsin, qolgan 8 dan dalilga o'xshash. Ammo yadani biz qandaqdir xitob degandan, xitob degan Qur'on bilan hadis xitobda qog'allar xitob emasda, ana o'z qog'allar hukm bo'lmaydi ekanda, qog'allardan biz hukm ololmaydi ekanmizda, qolgan dalillar ya unda emas. Mendiki maqsad nima bo'lsa, fakullu dalil shar'iy. Yuqorida biz tilg'agan 10 dona dalilning har qanday mukallaflarning sharikatdan bir sharikatga munosabatlik bo'lsa, bir ishni talab qilib, ixtiyor qo'yib, va'da qilib, bu shar'iy hukm bo'ladi demakchi. Shari'ning xitob degan gap om bir gap, juma bu, om gap. Xo'sh, endi o'zimizning gapga kelaylik. Biz bayatdan hukmni ta'rif qilgan vaqtida, hukmning ta'rifatida bir muncha bir narsalarni qistirdik qarliqqa. Talab degan yerga talab qilish ikki xil bo'ladi. Birisi qilishni talab qilish yoki tashlashni talab qilish. Undan keyin har birisi keskin emas deb 2 4 ga bo'landi. Undan keyin taxirini muboh dedik 5 ga bo'landi. Mavla hammasi bir xuddi bir odamning ustiga bir yuk, vazifa yuklagan xarakterdagi hukm bo'ldimi? Vaz'an deganni ma'lum bir hukmga sabab qilib belgilash yoki ma'lum ishni ma'lum ishga shart qilib belgilash, ma'lum ishni ma'lum ishga ma'ni qilib belgilash, ma'lum tufaylidan ma'lum ish sahih yoki batil bo'ladigan, ma'lum ahvolda ma'lum hukm azima yoki ruxsat bo'ladigan mundaq holatni belgilaydigan xitob hukm dedik boya. Bak qarasak, hukmning ta'rifati xarakter jihatdan nechaga bo'lindi? 2 ga bo'lindi. Shu bilan 2 ga bo'lib bo'lgan bilan abturda o'tdi. Hukmning turlariga kelsak, usuliylarning istilohidagi shar'iy hukmning ta'rifatidan shu ilinudiki, hukm bir turlik emas. Chunki ta'rifatni aslanglar, bu hukm degan ya mukallafning sharikatiga munosabatlik bo'ladi, talab ala jihati talab degan talab tarafda. Yoki ixtiyor qo'yish tarafda, yoki belgilash tarafda. Tamam? Endi usul ulamolari mukallafninki sharikatiga munosabatlik talab yoki ixtiyor tarafdan munosabatlik bo'lgan hukmni hukm taklifi deb atashqa istilohlandi degan gap shuni ko'ndi. Mukallafning sharikatiga vaz'i tarafdan ma'lum narsani belgilash tarafdan munosabatlik bo'lgan hukmni hukmul vaz'i deb atashqa istiloh ko'ndi masalan shuni odatlandi.
Şunlaşqılı şunu qarar qildiki, hukm şer'i ikkiga bo'linadi. Birisi hukm taklifi, yana birisi hukm nima? Vat'i. Yani birisi bayat biz o'zimiz bir atalg'i qo'ydik-ku, yuklimi hukm, yana birisi belgilimi hukm. Yükleme hüküm hem de bayat askertib qo'y, yana askertib qo'yay. Bu bir umumlashqa atalg'i emas, hozir yükleme, belgileme degani. Ammo boshqa umumlashtirsak bo'ladi. Yoki birovning yaxshiroq munosiblik atalg'isi bo'ladi. Chunki bizning Uyg'ur tilimizda bunga mos qilingan atalg'i hozir ishlatilib baqmagan chiqar. Xo'sh, anda o'zimizning gapga kelayli. Al-hukm at-taklifi degan nima desa, shu bayatdanki hukmning ta'rifatining oldingi qismini bilib olish kerak ekan. Oldingi qismini parchalab elib, hukm at-taklifi deganimiz mukallafdan ma'lum bir ishni qilishni talab qilgan yoki ma'lum bir ishni qilishdan yig'ilishni talab qilgan yoki mukallafga ishni qilish bilan yig'ilishning o'tirida ixtiyor qo'yishni talab qilgan, ixtiyor qo'yishni taqozo qilgan hukm. Bir hukm bor, bu hukm bizni bir narsani qil deydi. Ya qilma deydi. Qilsang qilmasang ixtiyor deydi. Bunda 3 xil xususiyatga ega hukm, hukmdan bo'ladi, taklifi bo'ladi. Masalan, qilishni talab qilganning misolini ko'rib boqamdik. فمثال ما اقتضى طلب فعل من المكلف مكلفتن معلوم رشنا قلشن talab qilganning misoli خذ من اموالهم صدقه aniqlar mazmundan chiqib turadi uni arabcha o'qigan har qanday muxollaydi ularning mollaridan zakotni ol deydi ol deyotdi qaranglar walillahi alan nas hajjul bayt kishilar Alloh uchun haj qilsin baytlarni qilsin asun qilishni talab qilyapti biz haj qilishni ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ahdi vafa qilinglar qilishni talab qilyapti. Undan boshqa mukallafning ish harakatini talab qiladigan narsalarning hammasi qanday hukm hisoblanadi? Hukm taklifi hisoblanadi. Ma'vo qilishni talab qilgani. Endi ish harakatdan yig'ilishni qilmani talab qilgani la yaskhar qawmun min qawmin. Masxir qilmanglar, masxirni tashlanglar deyapti. Va la taqrabuz zina, zinaga yiqilish qilish tashlanglar deyapti. Hurimat alaykumul maytut va dam va lahmul khinzir. Maytat, dam, lahma khinzirlarni yemanglar deyapti. Demak, bundan boshqa mukallafdan ma'lum ishlardan yig'ilishni talab qilgan narsa. Mavla hammasi yig'ilishni talab qilganning misoli. Endi mukallafni bir ish qilish bilan qilmaslikni o'tirib ixtiyor qo'yganning misoliga kelsak, Alloh ihrom holatda o'g'lashni chekildi emasmi? Ihromdan chiqqandan keyin nima deyapti? Va iza halaltum fastad. Endi o'g'ilsanglar bo'ladi. O'g'lamsizlar, o'g'limamsizlar o'zinglar ishi. Cuma kunlikda namozga azan chiqqan vaqtida tijorat qilishni chekildi. Dediki, juma o'qilib bo'lsa, fa iza quziyatis salat fantashiru fil ard. Endi namoz o'qamsizlar o'tirib, yoki sirtqa chiqib tijorat qilamsizlar o'zinglar ishi. Va iza darabtum fil ard, zaminda safar qilib qolsanglar, falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Namozni qasr qilsanglar bo'ladi ham dedi. Va undan boshqa naslar borki, mukallafga bir ishni qilish bilan yig'ilishni o'tirib ixtiyor qilgan. Mallarning hammasi nima bo'ladi? Hukm taklif. Yuqoridagi ish qilishni talab qilgan, qil degan yoki qilma degan, qilamsa, qilmamsa ixtiyorni deganlar hammasi taklifi. Taklifi. Endi buning ichidagi qildig'ini o taklifi. Taklifini biz bayat Uyg'urcha to'g'ri vaqtda yuklama, bir ishni yuklash. Qil degandan keyin bu yukiladi ustimizga. Qilma degandan keyin bu yukiladi. Qilsang qilmasang ixtiyor degan gap desa, bizning arab til balog'at babida taglib deb bir baba. Taglib degani turlarning ichidagi ma'lum bir tur, shu turga qo'ygan ismga mos kelmasmi ichiga kirgizib turimiz endi. Ixtiyor balkim taklif bo'lmas mumkin odamga. Shunda olsa buni shu qatorda xarakter jihatga o'xshagan bo'lg'achqa taklifi deb atib o'tdik, bu bir majoz bobidan yoki taglib bobidan deb tushunsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir ishni mubah deb e'tiqod qilishga buyuryotdi. Bu nuqtadan taklif bo'lsin bo'laveradi. Shuna olib turdi deyotdi. Matur hukm taklifi deb ataldi, ama 3-4 yuqoridagi qil, qilma yoki qilsang qilmasang ixtiyor degan 3-4. Chunki u mukallafga bir ishni qilishni taklif qilishni o'z ichiga oladi yoki ma'lum bir ishning yig'ilishni o'z ichiga oladi, yig'ilishga taklif qilishni yoki mukallafga ma'lum bir ishni qilish bilan yig'ilishni o'tirib ixtiyor qo'yishni o'z ichiga oladi. Unda o'g'andan shunga taklif hammasi bir xil odamni bir ishga buyurish, odamning ustiga vazifa yuklash bo'lg'achqa shunga taklifi deb atalgan. Endi ma atashning yo'lig'i mukallafdan bir ishni qilish talab qilingan yoki yig'ilish talab qilingan yerda o'choq. Bu qil degandan keyin taklif, qilma degandan taklif bo'ladi. Ammo mukallaf qilishdan yig'ilishni o'tirdi ixtiyor qo'yilgan kelsak, qilsang qilmasang ixtiyor bu qanday taklifat bu? Qanday vazifa bu desa, buni taklifi deb atashning yo'li g'ayri zohir. Aniq emas, to'g'ri bu yerda. Chunki taxirdan yo'q, taklifat yo'q desa, buningga javob berib, lihada shunlashqa davatudu, ma usul ulamolari taklifi degan hukmni ma taxirga ishiltish taglibat bobidan. Ya'ni boshqa kitoblarda taxir degan mu odamga nisbatan ma'vu mubah deb bizni mubah degan bir hukmni
itiqad qilishga, mubah deb qarashga bo'lgan bir taklif fatvo deb, mana nuqtadan taklif atgan deydi. Menim bo'lsa har holda qil, qilma, qilsang, qilmasang ixtiyorga 3 nuqta taklifi xarakterga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa, uning ismi hukmut nima taklifi bo'ladi. Biz esa uni ayrim so'zlaymiz inshaalloh. Endi hukmul vod'iga kelsak, biz vayetni hukmul vod'ini qisqacha qilib, belgilimli hukm dedik emas, ma'lum ishni ma'lum. Bevosita hukm emas, qil, qilma emas. Ma'ni qilishing uchun manda ish bo'lish kerak. Manda ish bo'lgan vaqtda ma'ni qil. Ma'ni qilish uchun ma'lum bo'lmaslik kerak. Mushu. Ya'ni bir ishlarga sabab belgilash, yoki bir ishlarga shart belgilash, yoki ma'lum bir ishlarga, ma'lum bir hukmga ma'ni belgilash. Hukmul vod'i degan nima desa, ma'lum shayni ma'lum shayga, ma'lum narsani ma'lum narsaga ma'lum hukm degan gap hamda. Sabab qilib belgilashni taqozo qiladigan yoki shart qilib belgilashni taqozo qiladigan yoki ma'ni qilib belgilashni taqozo qiladigan hukm vod'i bo'ladi. Masalan, buning sabab qilib belgilagan misolni ko'rib boqaylik. Ya'ni ma'lum narsani ma'lum narsaga sabab qilib belgilashni taqozo qilgan misol: "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiq." Tahorat vojibmi, vojib emasmi? Ammo vojib. Qanday vaqt vojib desa, namoz o'qishni iroda qilgan vaqtda vojib. Ana tahoratning vojibligining sababi illati namoz o'qish. Agar namoz o'qimaydigan bo'lib qolsak, tartibimiz saqim bo'ladi. Masalan, ayollar namoz o'qimaydigan bo'lib qolsa, tartib amsun bo'ladi masalan. Erlar sarang bo'lib qolsa, taklifat tushib ketsa masalan, tahorat amsun bo'ladi. Tahorat elish vojib, lekin tahorat elishning vojibligi uchun namoz o'qish irodasi illat sabab. Ma'u bo'lganida ma'u. Chunki al-hukm yaduru ma'a sababihi wujudan va adaman. Ya'ni bu oyat deydi. Namoz o'qishning irodasini, tahoratni vojib qilishga sabab qilib belgiladi. Masalan, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydahuma. O'g'irlik qilgan o'g'irlik qilgan ayolning qo'lni kesib o'tinglar desa, tabiiyki hammadan tushunadi. Anglagan odam qo'lni kesishning sababi nima ekan desa, o'g'irlik qildi-ku. O'g'irlik qilish sabab. Qo'lni kesish vojib hukm. Lekin shu vojib hukmga nima sabab bo'ldi desa, o'g'irlik qilish sabab bo'ldi. Ya'ni bu oyat o'g'irlikni, o'g'rining qo'lni kesishni vojib qilishdagi bir sabab qilib belgilashni taqozo qildi. Masalan, yana bir misol: "Man qatala qatilan falahu salbuhu." Ma jangda qandaq odam bir odamni o'ldiralsa, dushmandan birini o'ldiralsa, shuning mol-mulki shuningki desa, mol-mulk shuning bo'lishning sababi o'ldirish. O'ltarsa mol-mulk shu, o'ltarmasa mol-mulk emas. Yani bu hadis qatildan birini o'ldirishni, uningdan elib olingan mol-mulklarga loyiq bo'lishda sabab qilib belgilashni taqozo qildi masalan. Va undan boshqa narsalar borki, sabablarni natijalarga sabab qilib belgilashni taqozo qilgan. Bularning hammasi hukmul vod'i. Esingizda bo'lsin, bu yerda bir hukmni bizga o'tmaydi, balki bir hukmni qilish uchun bir hukm bir sabab bo'lishi kerak. Bir hukmni bir sababga bog'lab qo'yadi, sabab tepilsa hukm tepiladi, sabab tepilmasa hukm tepilmaydi degan. O'g'irlik tepilsa qo'l kesish vojibligi tepiladi, o'g'irlik tepilmasa qo'l kesish tepilmaydi masalan. Ma'o sabab qilgan misoli shayga shart qilishni, shart belgilashni taqozo qilgan misollarga kelsak, "Valillahi alan-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila." Kishilar baytlarni haj qilib kelish kerak Alloh uchun, yo'l jihatda qodir bo'lganlar. Deganda, menda yo'l jihatda qodir bo'lmaganlar haj qilmasin bo'ladi. Haj qilish, haj farz bo'lishning sharti yo'l jihatda qodir bo'lish masalan. Ya'ni bu oyat yo'lning yo'lga qodir bo'lish baytlarga nisbatan hajning vojib qilishning sharti deb shart qilib belgiladi. Shart tepilmasa, mashru tepilmaydi masalan. La nikaha illa bi shahidayn. Nikah ikki guvoh bilan bo'ladi dedi. Ya'ni ikki guvohni nikohga shart qildi. Ikki guvoh tepilmadi, nikoh tepilmaydi masalan. Bu shuni taqozo qildi, ikki guvohning hozir bo'lishi to'yninki sahih bo'lishning sharti dedi. Shart tepilmaydi, mashhur tepilmaydi. Ma edisdan chiqqan shu. Yana bir hadisda la mahra aqalla min 10 dirahim. 10 tangadan az to'yloq yo'q degani, to'yloqning to'yloq bo'lishi uchun 10 tanga bo'lishi eng az deganda. Bu yerdan shu taqozo chiqdiki, to'yloqning belgilamasini, to'yloqni to'g'ri shaklda belgilashning shar'an belgilashning sharti 10 tangadan az olmaz. Bir to'yloqni to'yloq deyish uchun 10 tangadan az olmas kerak dedi masalan. Va undan boshqa narsalar borki, ma'lum bir ish harakatini vojib qilish, ma'lum bir aqdini sahih qilish yoki har qanday bir mashrut uchun ma'lum bir shartlarni belgilaydigan narsalar va bu yerda bir hukmni bizga chiqarib bermaydi, balki bir hukm uchun shart qo'yildi masalan. Uchinchisi, ma'lum narsaga ma'ni qilib belgilagan laysa lil qatil miros. La yarisul qatil bayatni degandek. Ikkilisida mirosdan cheklash
Miras qatli mirosni cheklaydi deb qatli mirosga ma'ni qildi masalan. Ya'ni bu hadis varisning o'zining miros qoldiruvchisini o'ldirishi, uni miros elishdan, uning mirosxo'r bo'lishdan cheklagich qilib belgilandi. Demak, Mavloning hammasida shayga belgilangan. Bir ishqa sabab qilingan, bir ishqa shart qilingan, bir ishqa ma'ni qilingan. Da shuna belgilandi. Bu hukmning hukmul vod'i deb atilishining sababi chunki uning taqozosi sababni natijaga belgilash, qo'yish, mashrutqa shart qo'yish, ahkamlardan cheklamagich qo'yish, belgilash xarakteri va hukm. Shunga buning ismi hukmul vod'i bo'ladi. Xo'sh, unda olganda biz yuqorida hukmni ikkiga bo'lib oldik. Avval hukmning ta'rifatini so'zladik, hukmni ikkiga bo'ldik. Hukmul vod'i, hukmul taklifi deb, hukmul vod'ini tushundirdik, hukmul taklifini tushundirdik. Ikkisining o'rtasidagi farq mana nuqtalarda bo'ladi. Diqqat qilib turinglar. Va yu'khadhu mimma taqaddam. Yuqoridagidan shu elinudiki, hukmul taklifi bilan hukmul vod'ining o'rtasidagi farq ikki tarafdan bo'ladi. Birsi hukmul taklifidan maqsad mukallafdan ma'lum ishni talab qilish yoki ma'lum ishni yig'ilishni talab qilish yoki ma'lum ishni qilishdan yig'ilishni o'tirib ixtiyor qo'yish. Ma hukmul taklifining maqsadi, hukmul vod'ining maqsadi, undan maqsad taklif qilish, ixtiyor qo'yish emas. Faqat maqsad ma'nosi ma musabbabning sababi, ma mashrutning sharti, ma hukmdan cheklaydi, ma cheklaydiganligini, sabab bo'ladiganligini, shart ekanligini belgilab qo'yish bas. Bu bir farqi. Ikkinchi farqi mukallafdan bir ishni qilishni talab qilgan yoki yig'ilishni talab qilgan yoki qilishdan tashlashni ixtiyor qo'yilgan narsa hukm taklifining taqozosi bilan cho'qim mukallaf qila oladigan bo'lishi kerak. Mukallaf qila oladigan ishni qildigil bo'ldi, qilmadigil bo'ldi, qilsang qilmasang ixtiyordigil bo'ldi. Ya'ni mukallafning istitoatida, qodir bo'lishida shuni qilish bo'lishi kerak va uni yig'lanish bo'lishi kerak. Chunki taklifat degan qodir bo'ladigan ishlar bo'ladi. Ixtiyor degan maqdurning o'tirigini shu o'zi qila oladigan ishlar. Masalan, xohlasang taqqa chiqadi, xohlasang osmonga chiqadi desa hech kim chiqolmaydi masalan. Cho'qim ish qila oladigan ish bo'lishi kerak. Ma'vo hukm taklifininki bir alohidlik, ya'ni maqdur bo'lishi kerak, mukallaf qila olish kerak. Ammo bir ishga sabab, bir ishga shart ma'ni qilingan ishlar ba'zida mukallafning qudratida bo'ladi. Ya'ni mukallaf uni o'ziga qudrati bo'lgandan keyin qilsa ta'sir agishib keladi. Anaqa sabab qilgandan keyin hukm agishmoqda emasmi? Sababni shunday qilsa hukm agishib keladi. Shartni shunday hozirlasa mashrut keladi masalan. Ma'ni shunday paydo bo'lsa hukm to'xtaydi masalan. Ba'zida mukallafning maqdurdagi ish bo'lmay qoladi. O tepilib qolsa, mukallaf o'zi qilmaydi uni. Tepilib qolsa, uning hukm agishib keladi. Masalan, unda olganda biz yuqorida bir dedik-ku, hukm taklifi qudratidagi ish. Hukmul vod'i qudratidagi ish bo'ladi, qudratidagi emas ish bo'ladi dedik. Mushuni bir misol keltirib qo'ygan davosi desa, sabab qilingan mukallafga uning qudratidagi, mukallafning kuchiydigan bo'lgan bunday ishlarning misolining qatoridan aqdi tasarrufotlarning siyg'alariga oldim, tegdim. Butun insonlar o'rtasidagi muomalalarning hammasi mukallaf o'zi qila oladigan. Masalan, men kompyuterni sotdim deyalayman yoki bir do'kon qurib oldim deyalayman. Oldim desam, sotdim desam, mushu savdo tutgan bo'ladi. Kompyuter nima bo'ladi? Pulni qarshilab bergan bo'ladi. Yoki sotdim desam, kompyuter qarshilab olgan bo'ladi, pulni bergan bo'ladi masalan. Va butun jinoyat, gunoh, muxolifatlar, qarshiliklar, qonunga xilof qilish degan gap muxolifat. Bu jinoyatlarning hammasi shuki ixtiyor qilgan ish. Men birovni urib qo'ysam yoki o'tirib qo'ysam, men o'ltamsam o'ltiralayman, o'ltamsam o'ltamayman masalan. O'ltarsam qisos nima keladi masalan. O'ltarsam mirosxo'rim bo'lib qolsa, menga miros qoldirgan odam bo'lib qolsa, uning mirosi menga tegmaydi masalan. Ya'ni shu behayz degani bu yerlarda mukallaf shu aqd tasarrufotga shunda bevosita qilib qolgandan keyin buningga hukm agish keladi. Jinoyatni qilib solgandan keyin jazosiga loyiq bo'ladi. Mavloning hammasi sabab mukallafning qudratiga sabablar. Ana sabab qilingan, ammo mukallafga qodir bo'lmagan ishlar tuqqanlik desak, masalan, men dadamning bolasi. Dadamning bolasi bo'lish mening qudratimning ishi emas. U Xudoy meni bolasi qilsa bolasi o'lima, bilak odamdan tug'ildi, bilak odamning bolasi. Ma'vo mirosning sababi bolasi bo'lib qolsa miros olama bas. Viloyat, miros, mulkning sababi masalan, viloyat vali bo'lish yoki mirosxo'rlik hammasi mulkning sababidir. Men mirosxo'r bo'lib olay deb, vali bo'lib olay deb bo'lgan narsa emas bu. Lekin shunda bo'lib qolsa amallik ig'uludi masalan uning sababi. Zarurat, mahzuratlarni muboh qilishning sababiga zaruratiga adam o'zi qilib, o'zi ketkizadigan narsa unda o'qqa zarurat bo'lmaydi. Insonning qudratini halqan ish, inson ko'tarmaydigan ish zarurat bo'ladi. U bo'lib qoldi, musabbab hukm keldiki, zarurat bo'lib qolsa, mubohlik degan hukm keladi masalan. Shart qilinib, mukallafning maqdur bo'lgan shart qilinganning misolining qatoridan birisi to'y nikosda, aqd zavoj degani to'y nikosda ishki guvohini hozir qilish
nikahınki sahih oluşunki şartı. Bu kudretimizdeki iş. İşki goşun ekersek ekilimiz, ekemsek ekemeyiz. Ekersek şart hazırlanıp meşrutunu kılalayımız ki toyun sahih toy olurdu mesela. Ondan keyin hele qıtılğanılğan miqdar ne? Hele toylaqның miqdarı ne? Toylaq da tilg'anilgan miqdorini 10 tengaga yetkizish, yetkizmasligimiz o'zimizning ixtiyori qila olamiz uni. 10 tenga yetkazalsak, shart hozirlangan bo'ladi. Toylaqni toylaq deb atash to'g'ri. Nikah tushadi. 10 tenga yetkazmasak yoki toylaqni atolmaydi shart odat topmagan bo'ladi. Nikah olmaydi masalan. Yoki pas nikah olur. Pulni muayyanlashtirish. Vaqtni muayyanlashtirish sodida. Sodining sahih emasligining sharti. O hemmimiz bizim kudretimiz işler. Pulni akasak akagan bo'lamiz, akamasak akamagan bo'lamiz. Vaqtni belgilasak belgilagan bo'lamiz. Qilsak shart hozirlanib sodni qilsak bo'ladi. Qilmasak shart yo'qolsa mashrut dalil qiladi, sodimiz bo'lmaydi masalan. Ana shart qilinib mukallafning qudreti bo'lmaganlar balog'at yetish kishining o'zining igdorchiligininkki boshqalarning u odamga nisbatan u balaga nisbatan igdorchilik qilishning tugishning bir sharti. Balog'at yetgandan keyin boshqalar ega bo'lmaydi, uni shaxsiy odam bo'ladi. Endi balog'at yetish yetmaslik odamning o'zining ixtiyorida ish emas. Men balog'at yetib olay, yetmay deydigan. Rushdi yetish iqtisodiy ilm birimning kelishimlarining mufoadat aqdlarining tugishining nimasi shartiki, rushdi yetgan vaqtda u o'zining iqtisodiga ega bo'la oladi. Ammo rushdiga yetay deb yetiladigan, yetmay deb yetiladi. Lekin bu shart endi. Shu hozirlansa, mashrut amalga oshib, uningga iqtisodiy egdorchilikni qo'lga beramiz. Masalan, demek, yukarıdaki okşaşlar mani'nin mamdelik vazi'nin birisi mani yo'q-ku. Mani'nin qatorida mukallafga maqdur bo'lganlar var, masalan, varisning muarrisini o'ltirib qo'yishi. Maqdur bo'lmaydiganlar va musalahninki va masalan, vasiyat qilingan odam mirosxo'r bo'lib qolsa, vasiyat qilolmaydi. Bu mani bu. Lekin vasiyat qilinguncha men mirosxo'r bo'lsam bo'lmaydi yoki mirosxo'r bo'lsam bo'ldi deb bo'lib oladigan, bo'lmaydigan ish emas u. Demek hem de yukarıda biz hükmet teklifini sözlüdük, hükmül vad'ini sözlüdük. Hükmet teklifinin özgü xas alahilikleri var, hükmül vad'inin özgü xas alahilikleri var. Biz bayattan hükmet teklifinin hükmül vad'ini oturduk ki en çok iki farkını söyleyip öttük. Birinci fark hükmet teklifide mükellefki bir işini qilish talab qilish yoki qilishni talab qilish ixtiyor qilish maqsad, hükmül vad'ini ondan maqsad emas. Balki ma'lum bir ish ijab aqd tasarrufat ma'lum bir hukm uchun bir narsani shart sabab yoki ma'ni qilishni maqsad qilinadi. Ikkinchisi hukm taklifi cho'qqum maqdur bo'lishi kerak, qudratidagi ish bo'lishi kerak. Qudratidagi ish bo'lmasa u taklif bo'lmaydi. Hukmul vad'i qudratidagi ishlarga, qudratidagi emas ishlarga buning hammaga misol keltirdik. Darsning oxirida keltirgani o'sha yuqoridagi hukmul vad'i bilan hukm taklifiga keltirilgan yerlik davlatning qonunlarini ilingan misollar ekan. Biz mushada to'xtab qolamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.